Achitqadan tayyorlangan retsept so'raganmidinglar? Bugun sizlarga achitqali focaccia tayyorlashni ko'rsataman. Bu non italiyalilarni sevimli noni, juda ham yengil va mazali bo'ladi. Birinchi bo'lib achitqimizni yengilab olamiz. Toza idishga suv quyib, muzlatgichda turgan achitqimizni solib eritamiz. Birinchi navli un qo'shib boqamiz va 2 barobar oshguncha xonada qoldiramiz. Bu jarayon o'rtacha 3-4 soat oladi. Alohida idishga suv quyib, birinchi va oliy navli unni qo'shib, xamir qoramiz va 1 soatga olib qo'yamiz. Bu jarayon autoliz deyiladi. 1 soatda undiga kraxmallar bo'kib oladi va gluten to'qimasi hosil bo'ladi. Natijada autoliz nonimizning sifati va mazasiga juda yaxshi ta'sir qiladi. Achitqimiz ishlatishga tayyor bo'ldi. Xamirga achitqi, ozgina svejiy dro'jji qo'shib, xamir qorishni boshlaymiz. Yaxshilab aralashgandan keyin yirik tuz va suvni ikkinchi qismini sekin-sekin qo'shib boramiz. Eng oxirida zaytun yog'ini qo'shamiz. Bizada suyuqroq, juda ham elastik va yengil xamir hosil bo'ladi. Unga shakl berib, yog'langan idishga solib qo'yamiz va 3 soat xonada damlaymiz. Bunaqa suyuq xamirlar bilan ishlaganda ularni adminka qilish, ya'ni o'g'irib turish juda muhim. Bu jarayon xamirimizga kuch beradi. Xamirni umumiy 3 marta o'g'iramiz. Har safar o'g'irgandan keyin 1 soat dam beramiz. Ikkinchi o'g'irganimizdan keyin xamir ancha kuchga kirgan va yengil bo'lganini sezishingiz mumkin. Tayyor xamirni bir kechaga sovuq fermentatsiyaga muzlatgichga olib qo'yamiz. Bu vaqt ichida achitqi va dro'jji sekin ishlaydi va xamirga murakkab ta'm, hid va foydali xususiyatlar beradi. Bunaqa nonni hazm qilish ham ancha yengil bo'ladi. Ertasi kuni xamirni to'rtburchak qolipga solib, ehtiyotkorlik bilan tekislab olamiz va oxirgi marta oshishga yuboramiz. Oshgan xamir ustiga xohishga ko'ra rozmarin, sous pesto, zaytun yog'i va dengiz tuzini sepamiz. Barmoqlarimizni cho'ktiramiz va qizib turgan pechga 17-20 daqiqaga yuboramiz. Men 230 gradusda konveksiya rejimida pishirdim. Bizning yengil, yumshoq va juda ham mazali focacciamiz tayyor. Uni usti yupqa qarsillok ko'richkali bo'ladi. Ichi bo'lsa gubkaga o'xshagan teksturali bo'ladi. To'liq retsept har doimgidek video opisaniyasida bo'ladi. Keyingi videoda shu focacciadan sendvich tayyorlab ko'rsataman.